Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida Futbol maydoni kanali. Videolarimizni 90% odam obuna bo'lmasdan kuzatayotgan ekan. Sizlardan iltimos qilib qolamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosishingizni. Demak, biz boshladik. Bunaqada Husanov joyini boy beradi. Angliya Premyer Ligasining 6-turidan o'rin olgan uchrashuvda Manchester City o'z maydonida Burnley ustidan 5-1 hisobda zafar quchib, qimmatli 3 ochkoga ega bo'ldi. Shaharliklarning yirik g'alabasiga mehmonlar himoyachisi Maxim Estef yordam berib yubordi. Fransiyalik futbolchi Manchester Cityning hujumlarini qaytarishda 2 marta o'z jamoasi darvozasini ishg'ol qilib qo'ydi. Bir juft avtogoldan tashqari bitta gol Mateusz Nunes hisobiga yozilgan bo'lsa, manchesterliklar to'purari Erling Haaland o'yin yakunlanishiga yaqin dubl qayd etdi va jami 8 ta gol bilan liga to'puralari poygasida birinchi o'ringa ko'tarilib oldi. O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Abduqodir Husanov o'tgan turda jarohat olgani uchun bu gal maydonga tushmadi. 21 yoshli legionerimiz oxirgi 3 ta uchrashuvda o'ynagan o'ng qanot himoyasiga bu gal Mateusz Nunes tushirildi. Portugaliyalik futbolchi himoyadagi vazifalarni bajarishdan tashqari APLning yangi mavsumidagi birinchi golni ham urdi. Manchester City navbatdagi uchrashuvni Yevropa Chempionlar Ligasi doirasida o'tkazadi. Qit'aning eng nufuzli musobaqasida birinchi turda o'z maydonida Italiya chempionini mag'lubiyatga uchratgan shaharliklar endi Fransiyaga safar qiladi. 1-oktyabrga belgilangan bahsda Manchester City futbolchilari Monaco jamoasiga qarshi saf tortadi. Abduqodir Husanov bo'lajak uchrashuvda ishtirok etishi hamon so'roq ostida qolmoqda. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.